Shahzodbek ukamiz vafot etdi. Ertalabgacha hech kim uxlagani yo'q. Mana men shaxsan umuman uxlaganim yo'q. Sizlardan kelgan SMSlarga javob berib chiqyapman. Undan tashqari bizda hozir 3 ta marhum bor. Bittasi 7900 akamiz Inchonda yotibdi, uni davlat hisobidan jo'natilinyapti. Hech qanaqa ehson yig'ilmayapti. Yana bittasi Rossiya fuqarosi, asli Toshkentlik inson, bu odam ham Toshkentga jo'natilmoqchi. U insonga ehson tashkillashtirganida 5 milliondan oshiq ehson yig'ilibdi. Bizga 9 million morg xonasi bilan hisoblaganda pul kerak bo'lyapti. U kishi Chonanda yotibdi. Shahzodbekni ham hozirgina mana morg xonaga olib tushib qo'ydik. Iltimos sizlardan Shahzodbek O'zbekiston fuqarosi bo'lgani uchun hamma jo'natish xarajatlari davlat hisobidan qoplanadi. Kasalxona uchun ehson kerak bo'lyapti, yordamlaringiz kerak bo'lyapti. Maksimalni tarqatinglar. Iltimos sizlardan kasalxonasi ham 12,5 million von chiqibdi. Bundan tashqari morgda qancha yotadi bilmayman, hali uni ham xarajati chiqadi. Iltimos sizlardan agar videolarda noto'g'ri gapirib qo'yayotgan bo'lsam, to'g'risali juda ham charchadim to'g'risi bu ishlardan. Iltimos sizlar qo'llab-quvvatlab turinglar, komment yozinglar, like bosinglar, qiyin bas-ku. Shuni bosib, ehson qilib, podeshkada bo'lib turinglar. Iltimos sizlardan shu uchala marhumni ham vataniga qaytaringlar. Uchalasi ham 3 ta shaharda, men bir paytda 3 ta joyda bo'lib qoladimman. Shuning uchun videolarimiz jicha chalkashib qolsa, Alloh uchun to'g'ri tushuninglar. Iltimos sizlardan ehson qilib bizga podeshkada bo'lib turinglar, yordam beringlar, sog' bo'linglar.